Assalomu Andijon alaykum. vokzali. Mana bu Bizga ma'lumot kerak edi. Andijon Poyezdlarning kelishi. shahri, Andijon temir aeroport. yo'l vokzali. Mana shu Bizga ma'lumotlar kerak edi. temir yo'l vokzalida vokzalida kerak edi. aniqlik kiritishga Hech harakat qanaqa qildik. ma'lumot yo'q. Unaqa ma'lumot вообще yo'q. Barcha Faqat grafiklarga jo'nashi bor qaradik. ekan. Bu yerda dejurniy poyezdlarda bo'yicha ayol kishi ekan so'radik, u ayol ham bilmaydi. Xullas qandaydir choralar ko'rish kerak bu yerga, qandaydir bularni o'zgartirish kiritish kerak. Endi qandaydir oldinlari hamma ma'lumotlarni kerakli ma'lumotni anaqalarga qarab turib olardik. Hozir unaqa ma'lumotlar вообще begona ekan bu yerga. Endi menimcha bu temir yo'l vokzalini boshqaruvidagi insonlarga tegishli savollar bo'lsa kerak bu. Hammasi bo'lish kerak edi, unaqa narsalar yo'q. Sizlardan shu narsaga ozgina e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Yana bir bor Andijon temir yo'l vokzali bu yer.